7 ot kuchli, salarishli, satellitli motobloklarimiz agroservis do'koniga yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, yoqolaturi salarka boklari 5 litrli bo'ladi. Filtrlari maxsus filtrdan qurilgan bo'ladi. Traktorchi akalarimiz maxsus filtr qanday ishlashini juda ham yaxshi biladi. Yig'izishlari xohlaganlar uchun zavodni orqali, xohlaganlar uchun rollarda kalitlari bor. Kalitga yarimta bosganlarda zavodit olib yaxshi sifatli ishlab beradi. Motorlari 190 motorli, ya'ni baquvvat motordan qo'yilgan bo'ladi. Reduktorlari juda ham katta usulli qilib ishlangan bo'ladi. Akkumulyatorlari katta Damas akkumulyatoridan qo'yilgan bo'ladi. Balonlari katta 612 shiroki balon bo'ladi. Rollari uzun variantida. Skollarga keladigan bo'lsak, oldiga 2 tana, orqaga 1 tana. Va bu motoblogimizda juda ham chiroyli qilib ishlangan led faralari mavjud. Shu videoni shu joygacha ko'rib, bitta laykni bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yib kelganingizda, xuddi shuni shurupayyorni sizga tekinga berib yuboramiz. Bu shurupayyorni tekinga qanday qilib olishimiz mumkin deganlar uchun agroservis do'koniga kelasiz. 7, 17, 19, 7 ot kuchidan boshlab любой motoblok sotib olganingiz uchun motoblokni xarid qilib olasiz. Kelasiz. Kirganingizda sizni shunday o'tiradiganlar, bu yoqdan motobloklar, gusnitsalar, bu yoqda 17 tali motobloklar sizni kutib oladi. Kelasiz. Shu to'g'rida turgan barabanimizni bir marta aylantirish imkoniyatini beramiz. Kelasiz. Istagan tomoningizga bitta aylantirasiz. Nima tushishidan qat'iy nazar, xohlagan drill tushadimi, kulshnabor, bolgarka, shurupayyor, dori apparat tushadimi? Mana shunday sizga tekinga 1 so'm qo'shmasdan yoningizda ishlatib tekshirib beriladi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yasiz. Agar kimgadir shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.